Bu ayol nimani videoga olganini ko'rsanglar, haqiqiy shok nimaligini tushunasizlar. Bu video shunchalik mashhur bo'lib ketdiki, ko'rib rostdan ham odam qo'rqadi. Buni ovozini eshitib ko'ringlar. What was that? Ovozini eshitdinglarmi? Bu ona o'zini farzandi bilan oddiygina ko'chada aylanib yurgan edi. Yevropa hayotida bu juda ham oddiy holat, juda ham ko'p insonlar bunaqa tabiat qo'ynida aylanib, o'zini farzandlarini aylantirib yuradi. Lekin to'satdan kelgan qanaqadir qichqiriq hammani hayratga soldi. Onani o'zi ham qo'rqib ketdi, и сразу mana bolasini olib ketishga harakat qilyapti. Bunaqa holatda bu ona qanaqa qilib xotirjam, spokойный turibdi, men bilmadim-ku. Men bunaqa ovozni eshitganimda to'g'risi oyoq qo'limni olib minga qo'yib surib olgan bo'lardim. What the hell? U bu yoqda aytayaptiki, bu tog'ni qo'ynidan pastga tushguncha faqat shu ovozlarni eshitgan ekan. Babi qanaqa qilib o'zini bosib, xotirjam yurishda davom etyapti, hayronman. Lekin ovozlar yaqinlashib kelish boshlaganida ayol kishi orqasiga qaraganda qanaqadir erkak kishini ko'rib qoldi. Undan so'rayapti, "San ham eshityapsanmi bunaqa qichqiriqlarni?" deb. Lekin shu joyda eng shokka solgani videoni davomida hattoki bu erkak u ayolning orqasidan quylashni ham boshlagan. Agar videoga qiziqqan bo'lsangiz, boshidan oxirigacha ko'rmoqchi bo'lsangiz, bemalol Telegram kanalimizga o'tib ko'rishingiz mumkin, yoki to'liq versiyasini tashlab qo'ygan bo'lamiz. O'rtoqlar, nima deb o'ylaysizlar? Bu vaziyatga fikringiz qanaqa? Bu qanaqadir saxtanlashtirilganmi yoki rostdan shunaqa hayotda shunaqa g'ayrioddiy narsalar bormi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar va keyingi videolarda ko'rishguncha